Assalomu alaykum hammaga. Biza Bog'ot tumani kommunadamiz. Elyor og'aning uyida. Namuna mahallasi Bunyodkor 1-ko'chasi 15-uydamiz. Bu uyimiz biron tarafda Anvar bor. Bahorda o'tgan yil uni uyini o'tirib berdik bugun. O'chasi Elyor og'aning uyini o'tirib berdik. Nasib etsa, yonboshda tozalab olib qo'yib ekan, bu joyni ham o'tirib beramiz. Bu uyimiz ham ko'mir atadigan ishlarni aytib berganmiz. Bu uyimizdan ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Zamonaviy duralium batareyalarni qo'yib, rezervuarlarni yonib, rossiyskiy kranklarni qo'yib berganmiz. Bu uyimizda o'xshi 139 shtuk alyumin batareya ishlatib berganmiz. 32-25 aralash bo'ldi. 32ligimiz 16 metr, 25ligimiz 70 metr, 20lik 30 metr ishlatib berganmiz. 9 yera batareya qo'yildi, 11 tochka bo'ldi. Dolanimiz bu birinchi batareyamiz. Bu yerda eshikning arkasida yana bir batareyamiz bor. Bu o'lchamaga kelgan vaqtimizda $1000 avans oldik. Hozir hammasini hisoblab, nechalim material ketganini shtuk-shtuk spesifikativ yozib ko'rsatib, o'zini hisoblashdik. Bu uyimizga o'xshi 35 million so'm pul chiqdi. Bu ikkinchi batareyamiz, uzoq zal ekan 20 lat qo'yib berganmiz. Bu spalnimiz 3-batareyamiz. Bakadan şuradan çıkarıp berganmiz. Arka tarafta kuxnya bor, kuxnyaga podacha obratkaga bu xonadan olganmiz. Yalnız banin taraflardan kirib kelgan. Bu 3-batareyamiz. Bu dalandagi 2-batareyamiz. Birimizdan 20 lik qo'yib berdik. Kelgan vaqtimizda 32 milyonlar chiqadi dedik birimize. 20 lik, 15 lik, kanallarımız ham 13 lik, kichkinaroq deb hisobladik. Sal qo'shilib batareya ulayib ketdi. Shuning uchun sal ishliroq chiqdi. Bu dalandagi 2-batareyamiz, o'sha 4-chi bo'ldi bu. Bellarimizni konteyner tushirib olganmiz, oyoqni ham ish etmaslik uchun. Bir yana bir zalimiz hisob ekan, uzoq ekan, oxirgi tochka bo'ldi. Birimizdan 20 lik tashab berdik. Keyin pechni mo'risini doğru yakkaladim, mo'rlarini buzib berdik, ilojsiz. Bu 5-batareyamiz. Ben tarafımız qo'liq balandroq, podagonni kichkinaroq ekan, shuning uchun beri 400'e 100'lük degan batareyamizdan 14 lat birini qo'yib berdik. Bu batareyamiz sig'maz arzimizga. Yerimizdan pechning o'rtasına doğru geldi, üstünü sal yonib o'tirib berdik. Bu 6-batareyamiz. Dambirimizdan birimizdan 10 lat birini qo'yib berganmiz. Kuxnyalarimiz ham 10 lik bo'ldi. Kichkinaroq. Banimizdan bir 10 lik tashab berganmiz. Bu ishlarni ham qo'llangancha amallab ishlab berdik. Bu uyimizdan shu o'zimiz shabotda ishlanib turgan 350-300 kvadrat qizdiradon 4 kitobli kotyolimizni qo'yib berdik. Nasozlarni ham o'rnatib, kraniklarni qo'yib, samotyok sistemada ishlatib topshirdik. Morimiz 127 lik bo'ldi, uzunligi 5 metr. 70 gradus o'tib tatayamiz. Bunkerimiz kotyolimiz başta 25-30 kilo aladi. Şerras eskilik 20 turba qo'yilgan 4 kitobli. Kotyolimizda unta kömürden başka hamma narsa yanadi. Yeriroq o'dinlarimiz bor, yeriroq kömür, tepi aralashtirib yaqaverasiz. Karishni untasini
Kömürni unutasan, keruçatib quydirsa ham ketadi. Esa görüp boraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Bu uyimizga o'sha 35 million so'm pul chiqdi. Hammaga rahmat.